بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم hurmatli qarindoshlar. Men oldingi darsimda mushu yigitlarimiz uchun, to'y qilmoqchi bo'lgan yigitlarimiz uchun kelgusi ayolini tanlashning, loyiqini tanlashning hayotidagi eng muhim, xatarlik masala haqida to'xtaldim. Chunki bu siz tanlagan ayol, hozir sizga ayol bo'lgan bilan atog'in sizning ballalaringizning onasi bo'ladi. Ballalaringizning onasi bo'ldi deganlik, ballalaringizning ustozi va tarbiyachisi bo'ladi deganlik. Ve yana kelib sizning mush dunyo oxiratlik hamroyingiz bo'ldi deganlik. Sizga eng yaqin bir qozonda oshaydigan, bir yotqanda yetib qopadigan, bir ishdan kirib chiqadigan, kunda ko'zingizga 60-70 qatim ko'rinib turadigan mushunda odam deganlik. Shunda bo'lganligi uchun buni yaxshi tanlash kerak. Ya'ni bir yigit ayol tanlagan vaqtida chuqur dunyo oxiratlik uchun tanlaydi. Hatta yaxshi ayol, salih, imonli ayollarimiz oxirat ham bizning ayollarimiz bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo bu vaqtda Qur'oni Karimda udkhulul jannata antum va azwajukum tuhbarun. Ey erlar, sizlar ayollaringlar bilan xo'shal xo'ram holatda jannatga kiringlar deyildi dedi. Demak, jannatimiz siz bilan birga bo'ladigan ayol. Shuning uchun bu ayolni tanlagan vaqtida faqat havasga yoki hissiyotga tayinib yoki qalbim ko'nglim tushib qoldi deblam ko'ngil mayliqqa tayiniblam bu ayolni tanlasak bo'lmaydi qarindoshlar. Men birinchi darsimda bu islomdagi oilaning nihoyat muhimligi va o'rni haqida so'zladim. Chunki oila biz islom ummatining tunji hujayrasi. Shuning uchun oila bak muqaddas. Oila sog'lom, bizning musulmonlar jamiyati sog'lom, musulmonlar davlati sog'lom bo'lgan gap. Mush oildan bizningki nihoyat avangard avlodlarimiz dunyoga keldi. Endi bu oila nimadan tarkib topadi? Bir ayol, bir erdan tarkib topganlikdan ikkinchi darsimda mush to'y qilishning zarurligi va to'yga odam erishadigan ajr savob haqida so'zladim. Endi bu oila qurildi. Oila qurilgandan keyin bu oilaning baxtlik, saodat ichida yashash va xotirjam yashash, buzilmasin, balla yetim bo'lmasin degan maqsadni ko'z tutib, mush dastlabdan yigitlar qizini tanlab elishi, qizlarimiz yigitga tanlab tegish haqida so'zlab kelib, mush qizlarimizda yigit qizni tanlagan vaqtida shu qizda tepilish zarur bo'lgan ijtimoiy fan olimlari taxminan buningda 70-80 talablarni qo'ygan. Bir yangi men mush talablarning ichidan tanlab eng shariatning uyg'un, eng mos keladigan 10 shartni sizlarga bayon qilaman qarindoshlar. Tunog'in 5 na bayon qilib berdim. Ya'ni biz olmoqchi bo'lgan qizda shu 10 shart chuqum tepilish kerak. Buni tepilmasa tavakkul qilmang. Ham yigitlarimiz mush shart tepildigan qizlarni tanlab elish kerak. Mush qizlarning kayniga kirib turib, eshigini oldida o'chirib turib elish kerak. Mushunda bo'lgan vaqtida qizlarimizning o'zining sapasini yuqori ko'tarishga, ota-onalarning qizlarini yaxshi tarbiyalashga onandan otlandi. Vay andaqkan, falan hacimken, falan yaptken, o yaptken, vay epbaqla, boz bo'la, bo'lmasa, bundaq qilish tugusin Uyg'urlardan qarindoshlar. Biz yigitlarimiz mushundaq bir qarash kelsak, qizlarimiz chuqum yaxshi tarbiyalanadi. Qizlarimiz mushundaq. Va uy vakan, mashinasi vakan, qizimninki turmushi neni butun bo'lg'dak deb adam deb berivermay, shu yigitda musulmon yigitda bo'lishtirsak shartlar tepilmamdi, buni asos qilishimiz kerak qarindoshlar. Bu bak muhim. Endi shu qizlarimizda tepilish zarur bo'lgan 10 shartlarning birisi musulmon bo'lish kerak dedik. Biz musulmonligini qanday bilamiz? Kiyimidan, gap so'zdan, oilasidan bilamiz. Ikkinchi shart bu ayol solih, fazilatlik ayol bo'lish kerak dedik. Endi solih, fazilatlik ayol ekanligini bo'lishi hammamiz bilamiz. Bak zarur. Mush ayollar haqiqatan erlarni baxtlik, baxt saodatman qila oladi qarindoshlar. Endi solih ayol ekanligini qanday bilamiz desak, kiyib olgan, aralashayotgan odamlardan
yurib turishlaridan kim bilan do'st bo'lyotidi, kim bilan berib kelyotidi, kim bilan aralashyotidi, nimaga qiziqadi, tarbiyalangan ustozi kim u? Bir musulmon qiz bo'lsa qanday chuqur bir ustoz bo'lish kerak. Buni bir diniy jihatdan tarbiyalagan ustoz bo'lish kerak. Bu muhim. Kimda tarbiyalangan qiz? Mushu haqda mushu orqali solih emasligini bilamiz. Uchinchi sharti sapolik bo'lish kerak dedi. Endi biz almoqchi bo'lgan ayol bo'lib mush zamonda aqli shu joyida, turmushning zarur ehtiyojlari qarta oz to'la savodi bor, qarish bor bir ayolni elishimiz kerak qarindoshlar. Bumuz bolalarimiz qanday bo'ladi? Bulubmu bir cho'ng-cho'ng ish qilaman, o'zininki tijorat bilan davomli sirt ishlari va uyni ayolga omonat qo'yib ketadigan erlarimiz chuqum sapolik ayolni elishimiz kerak. Bumuz davomli bizni avarishchi qo'yliq turadigan gap. Masalan, sizga bir oddiy misolni so'zlab beray. Bir yaxshi ayol, solih, taqvo ayol hamda. Taqvona dindor ayol. Birisi ishigini chekidi, ishini qo'njagandan keyin voy qo'ng'iroqni ilib desa, bu kimning uyidan kim, falon uyidan ekan, falon hajimning uyima, ma yo'ldoshing sizni 2 tun gazavatgan desa, ishini aytayotsa, ishini aytadi. Uyni ishini aytadi, o'zi yotoq uyga kirib ishini taqab, erlar ko'rsa yomon bo'ladi deb o'ltirdi. Mana bu qanqalar xato emas, to'g'ri. Lekin nari ketkizib qo'ydi desa, ay taraq-turuq qilib gazdan kirib qo'yish 1 minut 2 minut ketadi. Taraq-turuq qilib 10 minut, 15 minut taraq-turuq qilsa chiqmaydi uydan. Chiqib qarasa uyni Alloburun o'g'irlab, obdan narsani, pullar narsani Alloburun akitib bo'lgan. O'ylab baqalang, mush ayolning saposi, axloq shu joyida bo'lsa, ishini aytishdan burun yo'ldoshiga telefon qilib, sizlar gaz avatganmi deb so'rash kerak. Telefon qilinmasa, gazni ishni qo'yib qo'yinglar, o'zimizni akirib olamiz deyish kerak. Shuning uchun sapolik bo'lish bek muhim. Endi bu sapasiz sapolik ekanligini qanday bilamiz degan chaqda, shu ammoqchi bo'lgan qiz bilan muayyan bir tim ustida paranglashish, muayyan bir nechta savollarni qo'yish orqali paranglash gap so'z orqali birdan bilgil bo'ldi qarindoshlar. To'rtinchisi hayolik bo'lish kerak dedi. Chunki hayo ayollarning zinati. Hayo tugdimi ayollarda, ayollarning ayollik xulq tugdi degan gap. Shuning uchun bu hayoning bo'lishi bek muhim. Hamda bu hayolik hayosiz ekanligini qanday bilamiz desak, kiyib kiyimlardan, qilayotgan gaplardan, ish harakatlardan bilib oldi. Chunki bu hayo har qanday bir ishda ko'rinib turdi qarindoshlar. Hatto minishlarda hayo ko'rinib turdi. Aşın namoyon bo'ldi qarindoshlar. Chunki Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda va Shuayb alayhisolamning qizlar haqida so'zlagan vaqtida fajaat ihdahuma tamshi ala istihya'in degan. Shuayb alayhisolamning qizlaridan biri nihoyat hayolik minib keldi degan. Ya'ni bu dinimizda mingsim hayolik minish, hayosiz minish. Gap qismi hayolik gap qilish, hayosiz gap qilish. Qarashlardami hayolik qarash, hayosiz qarash buni bilgildi qarindoshlar. Hammishda hayo ko'rinib turdi. Buni qanday bilamiz? Shu kiyimlardan, gap so'zlardan, minishtirishlardan, muomalasidan bilgil bo'ldi. 5-tegishli shart ayol itoat men bo'lish kerak dedi. Chunki qarindoshlar, oila bir shirkatga o'xshaydi. Bu shirkatda hech kimdir bo'lsa, shirkatning vayron bo'lishi aniqanda. Chuqur bu oilada agar yo'ldoshi, aqli shu joyda odamda bo'lsa, bir erlik salohiyati bo'lsa, chuqur ayol erga bo'ysunish kerak. Shariat ichida bu oilani gullantirman desa, shariatga zid peshni burimsa, ayol itoat qilish kerak. Endi itoatning muhimligini hammamiz bilamiz. Endi bu biz amoqchi bo'lgan qizniki itoatchan emasmi qanday bilamiz desak, biz shu qizni olamiz deb uylarga borgan vaqtida shu uyda erlarning gapi qandaroq o'tadi, erlarning roli joriymi, joriy emasmi? Shu oilada erlarning gapiga hurmat qilinamdi, qilinmamdi? Shu oiladagi dadining, shu oiladagi o'rni qanchalik? Buni qaraymiz. Ana lekin shu oiladagi ona zori shu yo'ldoshiga itoat qilamdi, qilmamdi? Biz ammoqchi bo'lgan qiz ota-onasining gapiga itoat qilamdi, qilmamdi? Ma'no farq qilishimiz kerak qarindoshlar. Och singillari bo'lsa, och singillarning yo'ldoshlariga itoat qilamdi, qilmamdi? Shuni qartab bilamiz. Chunki hammasi bir maktabning o'quvchilari, bir oilaning odamlari bo'lgan, bu aniqlan bo'lgan gap. Ba'zi qizlarimiz deb qo'ydi, men yo'ldoshiga, men ota-onamning gapiga unamay, sen gapingga unayman, sen Mars chiqasan, birlashib ketmaydigan qizlar bo'ldi. Men deb qo'yman, eng xatarli qizlar mushular. Chunki o'zining ota-onasiga itoat qilishni bilmagan qiz homil bir kuni seni
Şut deydi. Şunun için muşunun qarab turib, biz qizlarning itoatchan emasmi? Buni bilgili bo'ldi qarindoshlar. Loyiqimizda tepilish zarur bo'lgan 6-chi shart bo'lsa, go'zal bo'lish kerak. Endi biz bu yerda go'zal deyishimizdagi maqsad qarindoshlar, siz biz o'ylayotgan kinolardagi yoki kiyim ko'rganimizdagi motorlar emas, artistlar emas. Bu go'zal degan vaqtida go'zallik bir nisbiy narsa. Qanday nisbiy narsa? Masalan, dünya güzelini tanlash musobaqasida birdam seriq tanlik, birdam oq tanlik, birdam seriq chash, birdam qora chash, birdam qora ko'z, seriq ko'z, yeshil ko'zlar, hatto qora tanliklar dünya güzel musobaqasida dünya go'zalligi tanlandi. Demak, bu go'zallik degan nisbiy narsa. Men chiroyli deganni boshqalar chiroyli demaydi. Mansab deganni boshqalar chiroyli deydi. Eng muhimi şu ammoqchi bo'lgan yigitga nisbatan mayli qizlarning bo'yi bo'lsin, ba'dam egizni yaxshi ko'rmaydi, ba'dam pakani yaxshi ko'rmaydi, ba'dam bug'diyoni yaxshi ko'rmaydi, ba'zam bak ahvol sarkan deb yaxshi ko'rmaydi, ish qilib yaxshi ko'rmaydi. Sizga nisbatan shu qiz ma'lum miqdorda chiroyli bo'lish kerak. Çünkü Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte unzuru ilayha fa inna ahra li tu'dama beynakuma. Sizlar ammoqchi bo'lgan loyiqqa ko'zingni yo'g'on ochib qaranglar, chunki ikkinchi nikohinglarning davomlash ikkinlarning aniq ittifoq o'tish uchun bu bak foydasi bor degan. Demak, dinimizda shuning qarasak, jamoliga, chiroyiga qarab olsak bo'ldi. Bo'lib ammoqchi bo'lgan yigit nisbatan shu ayolning bo'yi turqi bo'lamdi, chiroyi bo'lamdi, ish qilib shu erga nisbatan bir chiroyli degan yer bo'lish kerak. Nima uchun? Chunki o'zi chiroyli ko'rib olgandan keyin sirtdan chiroy izlab yurmaydi, ko'zlarini u yoq bu yoqqa qaratib yurmaydi, chunki uning nisbatan o'zining chiroyli ayoli bor. Hamda bu chiroyli degan gap yenildi qarindoshlar. Nisbiy narsa. Masalan, shu Leyla Mecnun deb qo'yamiz. Leyla deb bir qiz bor ekan. Amaliyat bu qizlar qarmataq bir olg'ay qizmish. Mecnun hamda Mecnun degan sarang degan gap ash qizning ishqida sarang deb ketgan yigit ekanda. Haqlar deydi ekan, ash bir qiz tepilmaganda ash qarvoy, ash olg'ay qizga ash qoldimi desa, Leylaning ko'rish uchun Mecnunning ko'zi kerak. Meni ko'zim bilan qaranglar deydi. Demak, bu nisbiy narsa qarindoshlar. Lekin eng muhimi ammoqchi bo'lgan yigitga nisbatan shu qizda shu o'g'ilni jalb qildik bir yeri bo'lish kerak. Endi bu chiroylikni olgan vaqtida diqqat qiladigan mundaq 3 ish bor qarindoshlar. Birinchisi, u qizning go'zalligi sotsializmchi bo'lmasligi kerak. Ya'ni butun xalqqa, xalq bankasi, xalq bag'ishga, butun xalqlar qaraydigan go'zallik bo'lmasligi kerak. U qizning go'zalligi oilasi uchun, o'zining halol ikki dunyolik juft uchun bo'lish kerak. İkincisi, bu kız özünün güzellik bilen mağrurlanadigan kız bo'lmasligi kerak. Şunu ikki o'tgandan keyin, "Voy, sang tegmagan bo'lsam, men tegib aldi odam jiqdi, bu chiroyim bilaman, har odamni tegitim" deb. Masalan, ba'zi o'g'illar shunda o'g'illar bor, ba'zi ayollar bor, o'sha ayollarga "Mush chiroyim yo'q sening andaq-mandaq" deb o'zining chiroyi bilan mag'rurlanadigan ayollar bor. Erlar eng yomon ko'radigan ayol erlarga haqavurlik qiladigan, takabburlik qiladigan, o'zini erlardan ustun qo'yadigan ayollar. Shuning uchun bunda bu holatda uyning vayron bo'lish ehtimolini aytadi. Uchinchisi, bu go'zal ayol cho'qim o'zining go'zalligini din bilan saqlagan bo'lishi kerak. O'zini musulmon deb tor kiyimlarni kiyib, boshqalarni jalb qiladigan shu o'zi hijobli qiz, lekin eng go'zal shaklni kiyinib olgan, ranglik, ta do'ngyalarni do'ng, o'ymatlarni o'ymat, tex nuzayko ishtallarni kiyib, beshag'aloqchib, ko'nak kelmay, o'zi musulmon ko'z tutgan qizlar. Ma'u biz degan go'zal qizlar emas. Uning go'zalligi din bilan saqlangan bo'lishi kerak. Chunki chiroyli bo'lsa, uningki atrofiga o'lishadigan shaytonlar jiq bo'ladi. Bu sizga avorchilik tug'dirib turadi. Ya'ni baxt saodat oila qurish uchun buning yaxshi bo'lmaydi. Biz ammoqchi bo'lgan loyiqimizda tepilishga tegishli zarur bo'lgan 7-shart bo'lsa, bu qizvalninki nasabi. Nasabi deganimiz mush qizning oilasining kelib chiqish tarkibi, oila a'zolari, jamiyati qarindoshlar.
u oila paloni hojimning, paloni savdogarning, paloni shanjongning, paloni doktorning oilasi bo'lmasimi, oddiy dehqonning oilasi bo'lsimi, a'zolari sog'lom a'zolar bo'lishi kerak, oila a'zolari. Ya'ni mush oiladagi oila a'zolarining o'zaro aloqasi qandoq? Chiqishqoq, bir-biri bilan kuyunishchan oila a'zolarimi? Shu oiladagi ayolning aloqasi qandoq? Shu oiladagi bola bilan ota-ona o'rtasidagi aloqa qandoq? Buni bilishimiz kerak. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam hadis sharif shunday deydi: "Takhayyaru linutafikum fa innan nisaa yalidna ashbah ikhwatihinna va ikhwanihinna va akhwatihinna" deydi. Sizlar kelgusi ayollarni tanlanglar. Chunki ayollar odatda o'zining tuqqanlariga o'xshash, och-singillarga o'xshash, aka-inillarga o'xshash, o'zining tuqqanlariga o'xshash bolalarni tug'di deydi. Buningdan nima tushunamiz degan vaqtda qarindoshlar, qizi yashagan muhitningki naqadar shu qizga ta'sir ko'rsatganligini bilamiz. Agar bu oila yaxshi oila bo'lmasa, ona bilan dada davomli urushadigan, bola bilan dada davomli ta'tir qarshiladigan, tuqqanlar bilan o'tmaydigan mundoq oila bo'lsa, mush oiladagi nachar illatni bu qiz sizning oilangizga akiladi. Masalan, bir yigit bir qizni olmoqchi bo'ldi. Bu oilada 6-7 qiz bor. Onisi ham to'la. Shundan so'ra bu oson bo'lan bo'lmamdi degan vaqtida qarab baqsa 6 ochisi to'y qilib ajrashib ketgan. Ammo deyildi. Nima uchun qarindoshlar? Bu bir sim ajrashing, onisi asli to'la. 6 ochisingning hammasi ajrashgan uydan qiz olsak, chuqum ajrish nisbati yo'q. Chunki bu oilada hammasi ajrashganlik demak normal emas. Masalan, men sizga bir o'zim bildigan bir shunday. Chet elda bir qiz yigit to'y qildi. Chet elda 6-7 yil o'qish jarayonida ikkisi shundoq yaxshi o'tdi. Vatanga borgandakilar jangi jadal boshlandi. Nima uchun desa, vatanda chet el shunda yaxshi qiz, yaxshi o'tayotgan. Vatanga bo'lsa bu qizningki 5-6 ochillari bor. Ochillari ma qizdek dindor emas. U yerda singlisiga dasirib, binasi o'gitishga boshlaydigan gap. Ya'ni chuqum biz olmoqchi bo'lgan oilningki kelib chiqish tarkini so'rishdi qilmasak, qat'iy bo'lmaydi. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam annasu ma'dan kema'adinil fizza va zahab deydi. İnsanlar metal o'xshaydi deydi. Oltinning metali bo'ladi, kumushning metali o'xshash metal bo'ladi. Ya'ni oltin, kumush, tumi, tosh bo'ladi. İnsanlar mana shunga o'xshaydi deydi. Bunda degandan ba'zilar metallarga bir tumi, oltinning zalti bo'lgandek, bu narsa aralashgandek bunda ba'zi insonlarga kelib chiqish sap bo'ladi, oltinga o'xshash. Ba'zilarning kumush kichik bo'ladi. Yani demek insanlar metal o'xshaydi, o'xshamaydi oila kelib chiqishi degan. Biz tanlagan vaqtida mushunda tanlamasak, oilada ota-ona yaxshi bola tarbiyalashni bilmaydigan oilada cho'ng'igan qiz chuqum o'zining bolasini shu ota-onasidan qilib qolgan tajriba bilan tarbiyalaydi qarindoshlar. Bu shu oilada urushqoq, onasini ayt urushqoq, to'lgaq qildigan, erlarni ko'zga ilmaydigan, erlarning davomli og'zini g'irishgan oila cho'ng'igan qiz chuqum bir yerlardan onasini tortdi. Chunki shu muhitda cho'ng bo'ldi, shu turmush degan shunda deb bildi. Shuning uchun mush oila kelib chiqishi boy bo'lish shart emas, nihoyatda mashhur hammadan bildigan oila shart emas. Chuqum sog'lom bo'lishi, tuqqanlari ato'g'in bu oiladan tuqqan bo'lamiz. Bir yerda o'ltirsak, birisi bangi, birisi aroqkash, birisi qo'ymichi bo'lsa, bolalarimiz mening tog'am kim bo'lmau desa, hatto bolalarimizni o'ltirsak, ularning qani, ish harakatlari tuqqan bo'lganidan keyin chuqum bolalarimizga yomon ta'sir oldi. Andekan bolalarımı qarab baqsa, ya tağısının, ya tuqqunning, ya bir tayini yo'q balla bo'lib qolsa, demak buning mas'uliyati kimga? Mushu silbisi bo'ldi. Shuning uchun mushu kelib chiqishi deganimiz o'zi pokiz, oila a'zolari ittifoq, bunda bir tuqqanlari bir barmoqni to'xtag'dak barmoqlangan tuqqanlari bo'lsa, bu oila uchun, kelgusimiz uchun nihoyatda yaxshi qarindoshlarimiz. Endi bu oilaning nasabini qanday bilamiz degan vaqtida qo'shnilardan az to'g'ri so'rash orqali to'y qilish jarayonida tunishib,
bir qatam uyga chaqirib, bir qatam uyga berib, tuqqanlar bilan ko'rishib, suhbat orqali bu qizlarning, bu oilaningki, biz amoqchi loyihningki oilasining nasibini uqqul bo'ldi qarindoshlar. Loyiqimizda tepilish zarur bo'lgan 8-shart bo'lsa, pokiz bo'lish kerak. Biz amoqchi bo'lgan ayol, qiz o'zininki shaxsiy tozaligi, oila tozaligi, kiyim-kechaklari mushtatdan pokiz bo'lish kerak. Men bir necha qarindoshlarning uyiga bordik. Uyda bir xil yaxshi puroq yo'q. Hatto ba'zi uylardan kichik bolalarning sudigining puroq kelayotgan. Bu bir musulmonga loyiq ish emas. Hozir suvda suv bor, juydigan supum bor, bolalarga qo'ydigan kichik bolalarningki sivatmaslik uchun sudiginingki uyabagi siyib qo'ymasdan qo'ydigan narsa bor. Mushunda qolatdimi uylar sudik bo'rayotgan. Bir qatim bir yerga mehmon chaqadi qarindishimiz. Ana mehmon chaqagandan keyin bir necha kun burun chaqadi. Uyga berib, hatto ishni tuyda ishni mehmon keldi degan keyin bir necha minutdan keyin ochdi. Yana uyga kirsak, mehmonxonasida u yerda bir paypoq, bu yerda bir narsa, o'ylab baqida qarindoshlar. Agar mehmon chaqagan chaqda uyning ahvoli paypoq u binas tursa, mehmon chaqamagan chaqda ataygan ishingizdan paypoq chiqish mumkin. Shuning uchun ayollarningki pokiz bo'lishi, dinimizda pokizlik imonning yerimi deymiz. Yemak, ichmak shuning qo'ldan tomoq yeymiz, ikkinchi bolalarimiz shuning qo'li cho'ng bo'ladi. Masalan, men hali bir dangliq odamni bilaman. Davomli bol ko'tarib chiqdi, bolasi qarasa, bolalarining kiyimi arang-parang turgan. Yüzü meşhur, yuqur oliyjanob esil adam. Hatta ben naati yaxshi bir esil adam ayoli bilan faqat mushu pokizlik jihatdan kelishmay ajrashganligini bilaman. Mushu ayollari, erlari ikkinchi ayol olgan bir necha oila mening kuzatish jarayonimda mush oilaning to'lisi mush tozlik ahamiyat bermagan oila. Bu men tajriba, bir necha oila, bir ishga emas, bir necha oilada mushu oilasi ikkinchi ayol elvog'lar qarasanglar, mushu tozlik, erlarganinki o'zining ayollik majburini to'liq ado qilmaslik, o'zining tozlik ahamiyat bermaslik, oilaning tozlik ahamiyat bermaslik, bolalarining tozlik ahamiyat bermaslik, mush masalalardan ayol erlari ikkinchi xotinga yuzlangan mushundaq ahvollarni bayqaldim. Endi qandoq bilamiz bu ayolning pokiz, biz loyiqimizning pokiz emasligini desak, uyga borsak, uyning ahvoli qarab, choy akildi, piyolaga istakan qarsak, qo'lning izi bormi, yo'qmi? Oilasida bir xil puroq bormi, yo'qmi? Bir necha qatam biz mushu maqsadda kuzatsak, uydagi chinqachilar bir ratlik kimda, mehmonxona tizib qo'ydi, ratlik tizilganmi, chang tuzang bosganmi, bosmaganmi, uyning aynaklari qandaroq qarab bilgili bo'ladi. Chunki mush oiladagi tozlik anisi qanda o'rgatgan bo'lsa, chunki oilada bu qizga qimmat qarash o'rgatdi qarindoshlar, adab, axloq o'rgatdi. Va tozlik, hamma tomoq, hamma jihatini o'rgatdi. Shunda qarablar bu qizning nima o'rganganligini bilib olg'ili bo'ladi. Shuning uchun bu tozlik dinimizda ham bak muhim, ham biz ammoqchi bo'lgan qizda tepilish zarur bo'lgan shartlarning biri. Biz ammoqchi bo'lgan qizda tepilishga zarur bo'lgan 9-shart bo'lsa, bak yaqin tuqqan bo'lmaslik kerak. Chunki bak yaqin tuqqan bo'lsa, buningdan kelib chiqadigan birinchi ziyon qarindoshlar. Tuqqan bilan nati tuqqan yaxshi o'timiz. To'y bo'lgandan keyin bu to'y qiz yigit nati yaxshi o'tishi mumkin. Yaxshi o'tmasligi mumkin. Yaxshi o'tmay qolsa, butun tuqqanlar bilan dushmanlashadigan, tuqqandochilik aloqasi buziladigan masala kelib chiqadi. Bu tuqqandochilik buzilish masalasi dinimizda eng cho'ng gunohlarning biri. Shuning uchun bak yaqin bo'lib ketmaslikda bu hikmat bor. Ikkinchisi, biz amal bor,
bak yaqin bilan to'y qilib olsak, tuqqanlik doirasida davomli kichik holat turdi. Boshqalar bilan tuqqan emaslar bilan to'ylasak, bizning tuqqandochilik doiramiz kengaydi. Bu islomda nihoyat yaxshi ish. Üçüncü ish bo'lsa, qarindoshlarimiz, mushu tuqqandochilik bak yaqin tuqqanlar to'y qilgan vaqtida bir xil irsiy kasal va shu irsiy kasallik kelib chiqadi. Bu irsiy kasallik bo'libmi, dada tarafdan bak yaqinlar to'y qilsa, bu irsiy kasallikki keng tug'ilgan bolalarda ko'rish nisbati bak yuqori bo'ladi. Dada o'zining balasiga qoldirib ketadigan balasiga yo'tkab ya'ni dadadan balaga yo'tkiladigan irsiy kasalliklar bor. Mush kasalliklar dada taraf bak yaqin tuqqanlar o'zaro to'y qilsa, bu kasallik kelib chiqdi. Shuning Rasul akram sallallohu alayhi va sallam hadis sharifda la tankihul qarabal qariba. Bak yaqin tuqqanlar to'y qilishmanglar. Fa innal walada yukhlaqu dawiyan degan. Chunki bala ojiz, kasal bo'lib qoldi deb Rasululloh bu vaqtda bizga ta'limot qilgan. Umar radhiyallohu anhu ig'taribu la tadu. Siz to'y qilganchada amal ba jiroq, bak yaqin tuqqan qolmay jiroq yerdan to'y qilinglar, ballalaringlar ojiz bo'lib qolmasin deb. Endi bunda deganlik to'y qilish harom deganlik gap emas. To'y qilsak bo'ladi, lekin Rasulullohning va Umar Rasulullohning bizga qilgan ta'limotimiz shu. Rasululloh hadis sharifida mushuna degan, Umar radhiyallohu anhu mushahda bizga nasihat qilgan. Bu nasihat qilgan. Bu bir nasihat xarakterli gap. Shuning uchun bak yaqin bo'lmaslik. Chunki sizlar material ko'rsanglar, mush nurg'un bak yaqin tuqqan to'y qilganning balasi davomli kasal tug'ilish nisbati bak yuqori qarindoshlar. Dinimizning ta'limoti bu. Shuning uchun bak yaqin kishilarning to'y qilishi dinimizda toz yaxshi emas. Hamda eng oxirisida mushu bizda ko'p takrorlanadigan yigit qizlarimiz ko'p takrorlaydigan kino televiziyada eng ko'p takrorlanadigan bir masala o'simi sevgi, muhabbat masalasi. Ham nurg'un qarindoshlarimiz men bu qizni yaxshi ko'rmay turib qanday to'y qilaman, qanday to'y qildi. Hatto qizlarimizmi, musulmon qizlarimizmi bu bir odamni yaxshi ko'rmay turib qanday to'y qildi. Ozbaz orlish beqish kerak degan mandaq bir tushuncha bo'lib qolgan qarindoshlar. Endi bu haqda men gap qilsam balkim bu mush odamning ko'z qarashida diniy odamlarga mushunda deydi deb qilishim mumkin. Men sizlarga diniy nuqtadan emas, ijtimoiy fan nuqtasidan mush haqda olib berilgan bir statistikani oldingizga qo'ymoqchi. Material tarix jarayonida men aqtusam, mandaq bir material qo'limga tushdi. Misrning Qohirada mushu muhabbatlashib to'y qilganlar bilan muhabbatlashmay an'anaviy to'y qilganlarning ajrishish nisbatini bir statistik olib qo'ygan. Bu statistik natijasi bunday bo'lgan. Muhabbatlashib to'y qilganlarning ajrishish nisbati 87%. An'anaviy to'y qilganlarning uy tutib ketish masalasi 77% bo'lgan qarindoshlar. Bu Qohirada berilgan statistika. Suriyaning Damashqdan bir statistika berilgan. Bir ijtimoiy fan tashkiloti bir statistika bergan. Buningda texmechinishlik muhabbatlashib to'y qilganlarning ajrishish nisbati 93%. An'anaviy to'y qilganlarning uy tutib qilish nisbati 90%. O'ylab baqiling qardoshlar. Nima degan zo'r farq. Ya'ni muhabbatlashib to'y qilganlarning 10 oy bo'lsa 9 buzildi degan gap. Nima uchun qarindoshlarimiz? Aldı olan hammamiz bilamiz, to'y qilishdan burun muhabbatlashish Allohning shariatiga xilop. Alloh subhanahu va taolo bizni baxtli bo'lsin deb yaratgan Alloh qanday qilsak baxtli oila qurishimizni biladi. Shu baxtli oilada qizim o'zini eng kuchlardan saqlab, o'g'illarni haqdan qizlarni ahmoq qilmay, to'y qilib shariat bo'yicha tunishib to'y qilsa baxtli oila bo'lishini bilgan Alloh bizga unda qilmanglar degan, uni saqlashni olgan. Ikkinchisi hammamiz bilamiz, bu muhabbat degan bir odamning havisiga, hissiyotiga aloqador bir ish. Odamning hissiyoti o'zgarib turadi, yuragi o'zgarib turadi.
5 yil burun bir xil kiyimlar moda bo'lib shuni yaxshi ko'rib kiygan. 5 yildan keyin uni kiymay solab qoldik. 2 yil burun bir xil qizlarga bir xil kiyim moda edi. Shuni qizlar yaxshi ko'rgan. Hozir yaxshi ko'ramni qarindoshlar. Chunki yaxshi ko'rdim degan gap bu muhabbat, yaxshi ko'rgan qiz yigitning ko'zi ko'r, quliq anglamas, tili yaqama solab qoldi. Hey, mening axloqi qandoq ekan? Mening oila kelib chiqishi, mening diyonati, mening saposi desa, voy unda degan bilan mandaq, unda degan mandaq deb bu ko'maydi. Qizmi ko'maydi, yigitmi ko'maydi. O'shan muhabbat deb uy ko'rib, to'y qilib bir uy kirgan ekan, keyin mazbaq deb chugilib chiqqan ekan, ajrashadi shu. Oldu bilan Allohning qonuniga bo'ysunmagan ekan, bu oilada Alloh haqiqiy muhabbatni qilmaydi. Bu oilada barakat bo'lmaydi. Shuning bilan bu oila buzildi. Ikkinchisidan, mana bu biz degan o'lchamlarga diqqat qilmay, faqat shu muhabbat so'ydim, ko'ydim deb boshlasa, hech narsani ko'rmay, hech narsaga diqqat qilmay to'y qilsa, oila vayron bo'ladi qarindoshlarimiz. Yana kelib qiz yigit muhabbatlashish jarayonida birinchisi Allohning shariatiga xiloflik qildi. Ikkinchisi, ikkilisi o'zining go'zal yerlarini ko'z chiqarishadi. Çünkü muhabbet jarayonida ikki taraf shunday qildi. O'g'illar sahi, mard, nochi, shunda qizlar kuyindigan, hurmatlagan bo'lib ketdi. Qizlar noit, nozin, go'zal, pok noiti, zot ashlini yaxshi ko'rib qolganligining ikkinchi qatim bir yigitlar yaxshi ko'rib qolsa seni shu gap, uch yigitlar yaxshi ko'rib qolganligini deydi. Uchinchi qatim muhabbatda seni ash yigitlar hammadan bak yaxshi ko'rgan deydi. Shundan to'y qilmay turib nurg'un tajribalarni oladi. Shun hatto ba'zi qizlarimiz ipitini yo'qotadi, necha odam bilan tumshiq yolishadi. Shun to'y qilib qolgandan keyin selish turishga boshlaydi. Hammamiz biz muhabbat bilan real turmush, osmon zamin farqi va boshqa narsa, oila qurib bir uy kirish boshqa narsa, muhabbatlashish degan bu atalmış yalğancılık başka narsa qarindoshlar. Endi uni qo'yib, buni qo'yib biz Alloh subhanahu va taolaning Qur'oni bilan hukm qilaylik. Qur'on nima deydi mush to'g'riliq qarindoshlar? Allah subhanahu wa ta'ala deydi: "Wa min ayatihi an khalaqa min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahma" deydi. Allohning qudrat kamalini ko'rsatib turadigan paketlardan biri Allah sizlarning o'zinglarning vujudinglardan ayollarini yaratib berdi. Ya'ni ayollar sizlarning bir parchasi. Nima uchun sen litaskunu ilayha sizlar xotirjamlikni bir xil jimjitlikni, bir xil rohatni shu ayolning yanida tepishinglar uchun sizlarga ayollarni yaratib berdi. Va ja'ala va qildi sizlarning oranglarda, ya'ni ayolning oralig'ida Alloh muhabbat so'yguni qildi deydi qarindoshlar. Allah subhanahu wa ta'ala to'y qilgandan keyin chuqum muhabbat bilan so'ygini qildiganligini deb aytadi. Hey, biz mu'min, musulmon, ummat islom bo'lgan ekan Allohning gapiga ishoninglar qarindoshlar. To'y qilsang, sen o'zingni pokiz saqlab, shariat xiloflik qilmay, to'y qilsang Alloh to'y qilgandan keyin chuqum muhabbatni qildi deydi. Nurg'un qiz yigitlarimiz bor. Mush kino, e'lon, tashviqotning ta'siri zarrinib, bu qonda o'rilish bo'lmay, muhabbatlashmay bo'lmay to'y qildi deydi. Ey, mau saxtbazlik, yolg'onchilik canım qarindoshlarimiz. Uyg'onaylik, qalbimizni silib o'taylik. Hey, bizning ata-onamizga an'anaviy to'ygan bo'g'illarimiz qarab boqaylik. Ajrishish nisbati 15% dan oshmaydi ekan. An'anaviy bizning ajdodlarimizda hatto burunqi shu 80-yillarda, 70-yillarda chiqqan gazetda bir davlatningda shunday yozibdi. Hozir davlatningki mushu oilishi xatarda. Chunki ajrish nisbati 15% yetib ketdi deb, ajrish nisbati 15% yetgan davlatning gazetlarida bu ishning xatarli ekanligini yozgan. Hozir 93%, 87% degan statistikalar chiqadi qarindoshlar. Osh ota-onalarimiz, an'anaviy to'y qilgan ota-onamiz shunda baxtli oilani qurib bizni cho'ng qildi. Osh an'anaviy to'y qilib bizdek so'rishib, siz bizdek so'rishib shumay, an'anaviy islomcha to'y qilgan oilalar, bo'g'illarimiz shunda baxtli to'y qildi. O oilada erlarning haybati bor, ayollarning izzati bor oila tug'ishlar. Biz mana g'arbga qarab boqaylik, atalmış muhabbat, so'ygu degan kinolarni ishlab beşimizni, qilimizni gaz qilib atgan, saran qilib atgan shu kinoni ishlagan davlatlar qarab boqaylik, oilalar vayron emasmi? Ularda hatto oil degan narsa qolmadi hozir qarindoshlarimiz. Hammamiz bilamiz. Bir uy kirib yashash va xotin doshlik degan yo'q, nikoh yo'q, bola tug'ish, farzand, oila qurish yo'q. Davlatlar hozir davlatlar qirib ketdi. Shu Yevropada bekor tomay xalqlarni nupus oladi. Nima uchun nupus qoldi?
Nüfusların kamlığını aldı. Boğaz bika alıp o adamları pul urup cam binasırıp bakamda karındaşlar. Demek biz Kur'an-ı Kerim'nin gepini anlaylı. Allah'ın gepini anlaylı. Mastastika ama ilim, ictimai pen ne deydi o? Bunu anlaylı karındaşlar. Üzümüzün halaket oylap bakılı. Bir kız degenin bir almas okşaydı. Bir güher okşaydı. Xalıgança onun bilen, xalıgança muhabbet işte özümüz sıkımız. O birisi bilen ötmeydi. O'ttur maktabda birisi bilen, oliy maktab chiqqanda birisi bilen, nechisi bilen mushunda tajribalarni qilib, oxirisi birisi tegib o'ltagan. O ağan adam mu şuna bunun tarixini sürüştükse er degandan ki ayolning pokiz bo'lishini, o'ziga ham taalluq, xos, iffetlik, nomuschan bo'lishini arzu qiladi. Uning bundan tajribasini o'tkazib kelgan ayolni kim oladi qardoshlar? Ağandan ichida bir xil bu ayolga ishonchi bo'lmaydi. Chunki uning nimalari bor. O'tgan, ya'ni tarjima holi yaxshi emas. Shuning uchun mana ajrashishim men demadim, ilm fan bilan statistika ijtimoiy fanning natijasi mushundaq chiqadi qarindoshlarimiz. Men sizlarga bo'lgan bir voqelikni deb beray. Masalan, bir qiz bilan bir yigit musulmon islomning ro'yiga asosan boshqalarning tanishtirish bilan tanishib, undan keyin o'zaro bir ikki qatam uchrashib, cho'nglar kelishib bu qizga choy akirdi. Choy akirib, choyni ichirib, yana bir haftadan keyin to'y qilamiz deb tayyor bo'lgan chog'da bu o'g'ilninki bir sirt boshqa davlatga safar qilib chiqib qolib, o'shani hammaylar buni uzat qilib chiqdi. Uzat qilib chiqib, uzatgan chog'da bu qiz mangan chog'da bu yigit aeroplan mangan chog'da qiz yig'lab eqib ketibdi. O'ylab baqila qarindoshlar. Burun muhabbatleşmedi, burun uyabiyada söylüşmedi. Fakat çay içtirip toy qildanğa va'dlashdi. Shu chaqidlam Allah subhanahu va taala bu qizning qalbiga yigitning muhabbatini sep bo'ldi. Mana bu pak halal bo'lgan ish mana mushunda bo'ldi qarindoshlar. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah.